Bu notebook o'zining yengil, zamonaviy va mental dizayni bilan ajralib turadi. Bugun sizlarga HP Ryzen 5 notebookini tanishtirib o'tamiz. Bu notebook AMD Ryzen 5 7520U prosessor, 8 GB DDR5 tezkor xotira va 512 GB SSD mavjud. Bu kombinatsiya sizga yuqori tezlik va silliq ishlashni kafolatlaydi. 16 dyumli Full HD ekran, tiniq ranglar va qulay ko'rish burchaklari bilan ajraladi. Bu notebookumizda traderlar, ofis ishlari, dizaynerlar, hatto o'yinlarda ham bemalol foydalanish mumkin. Bu notebookumizda USB, Type-C, HDMI va Wi-Fi 6 hammasi mavjud. Dizayni bo'lsa oddiy, ammo premium ko'rinishda. Bu HP Ryzen 5 7520U notebooki tez, jam va ishonchli. Bu notebook sizga yoqdimi? Izohlarda o'z fikringizni yozing, videoga like bosing va bizga obuna bo'lishni unutmang.